qochadi desa, chunki baraka qolish mumkin, men mana shunaqa yurgan paytimda havonamayman. Hayotingni mazmunini topish o'rgatsalar, kelib otani boshiga tandirmaslik uchun qochib yuradi deydi. Hayotingizni mazmunini topish bo'lgan, yeb-ichishda bo'lgan boshqa narsa bo'lmagan. Bizga qaramagansiz, maktabda shuncha qilyapti yurganmiz, miyamiz shundan qurib ketdi, lekin siz bilmagansiz, deyishdan qo'rqqandan qochadi. Shu sababdan qochadi. G'alati bo'lib ketdi ishlar. Qanaqa bo'lsa, miyani qurdirarkan. Lazzat berarkan, nimadir qilarkan, rohatlantirarkan, lekin miyani qurdirarkan. Alloh subhanahu va taolo. Bitta turish ekan. Hozirgi kunda eng trenddagisi rivoyatlar, men buni gapirganligi uchun ana Rinazariy